Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun ko'z va teri seriqligi nimadan derak berdi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi ko'z va teri seriqligi, ya'ni seriqliq kasalininki nimadan derak berdiganligi, ya'ni qandoq kasalliklar giribtor bo'lgan vaqtida yoki badanda qandaq ahvollar yuz bergan vaqtida bizning terimiz, ko'zimiz sog'irib qoldiganligi to'g'risida qisqacha tushuncha berish bilan birga undaq ahvollarni qandaq bartaraf qilish to'g'risida tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Ko'z teri seriqligi yoki seriqlik kasali ko'pincha ahvolda jigar, o't xaltasi, o't yoki oshqozon osti bezida masala borligining ifodasi bo'lib, u qondagi bilirubin moddasining miqdorining normaldan yuqorilab ketishi sababidan kelib chiqadi. Bilirubin moddasi qizil qon hujayrasining parchalanishidan paydo bo'ladigan seriq ranglik modda bo'lib, normalda u jigarda parchalanib badan sirtiga chiqarib tashlanadi. Ko'z teri seriqligi yangi tug'ilgan bovoqlarda bo'libmi 38 haftalik homila vaqti to'shmay muddatdan burun tug'ilib qolgan bovoqlarda va ona bovoq qon tipi moslashmagan bovoqlarda ko'p ko'rildi. Undan boshqa har xil jigar yallig'i, jigar raki, jigar qetibilish kasali, o't kasali, o'tga tosh tushish va oshqozon osti bezi yallig'i qatorliq kasalliklarga giribtor bo'lgan cho'nglardimi ko'p ko'rildi. Shu sababdan ko'z teri seriqligini bovoqlarda ko'riladigan ko'z teri seriqligi va cho'nglarda ko'riladigan ko'z teri seriqligi deb ikki cho'ng turga ayirib tushuntirishga to'g'ri keladi. Ondaqda bovoqlarda ko'p ko'riladigan ko'z teri seriqligining sabablari nima degan vaqtida, birinchisi badanda ko'plab bilirubin moddasi ishlab chiqarish. Ikkinchisi bovoqning boldur tug'ilib qilishi natijasida jigarning iqtidori to'liq yetishmaslik va qondagi bilirubin moddasini tozalab ulgurolmaslik, ya'ni vaqtida tozalab badan sirtiga chiqarolmaslik. Üçüncüsü ichki a'zolarda qonash. To'rtinchisi bovoqning qon sistemasi ig'ir darajada yuqumlanish. Beshinchisi ona bilan bovoqning qon tipi moslashmaslik. Oltinchisi jigar iqtidori to'salg'iga uchrash yoki jigar xizmatini normal o'tayolmaslik. Yettinchisi o't yo'li to'silib qilish. 8-si badandagi ba'zi enzim kamligi. 9-si qizil qon hujayrasidagi ba'zi binormalliklar. Mana bular bovoqlardagi ko'z teri seriqligining asosli sabablari. Ya'ni bovoqlarda mushundaq ahvollar bo'lgan vaqtida ularda ko'z teri seriqligi, ya'ni seriqlik kasali kelib chiqishi mumkin. Undaqda bu bovoqlardagi ko'z teri seriqligininki oqibati nima? Ya'ni biz bovoqlarda bu ko'z teri seriqligi ko'rilgan vaqtida uni vaqtida bir taraf qilmagan vaqtimizda nima oqibat kelib chiqadi degan vaqtida qondagi bilirubin moddasining miqdori haddidan ziyoda yuqori bo'lsa, ya'ni ko'z teridagi seriqlik bak ig'ir bo'lsa va darhol bir taraf qilinmasa, bu vaqtda ig'ir darajada agashma kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Qondagi yuqori miqdordagi bilirubin qon orqali cho'ng miyaga yetib berib, cho'ng miya hujayrasini zaxmi qilib, jiddiy xarakterlik bilirubin miya kasalligini keltirib chiqardi. Jiddiy xarakterlik bilirubin miya kasaliga giribtor bo'lgan bovoqlarda tuvandagidek alomatlar bo'ladi. Hushiga kelolmaslik, yuqori ovozda yig'lash,
onasini emmaslik yoki ozuqliq yetishmaslik, ya'ni bolaninki ozuqliq yetishmasligi o'riq bo'lishi, bo'yin va badani orqasiga qetib olish yoki dojib olish, qizitmasi eshib ketish. Mana bular mushu bovoqlarda bilirubin moddasi eshib ketganda yoki ko'z teri seriqligi ig'ir bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Undaqda bu bovoqlardagi ko'z teri seriqligini qandaq bir taraf qilish kerak degan vaqtida bovoqlardagi yengil darajadagi ko'z teri seriqligini alayda bir taraf qilmasimi 2 yoki 3 hafta ichida o'zligidan yaxshi bo'lib ketadi. O'tiral yoki ig'ir darajadagi seriqlikni doktorxonada yetib davolashga to'g'ri keladi. Birinchisi, ozuqlikni kuchaytirishga bovoqning normal yetilishini kapolatga ega qilish kerak. Ikkinchisi, nur bilan davolash, ya'ni bolani yalang'och holda nur sandiqiga silib, bilirubin moddasining parchalanishini tezlatish. Uchinchisi, immunit oqsilini tomirdan o'kil qilib urish. Bu odatda ahvol alayda ig'ir bo'lgan vaqtida qo'llaniladigan davolash usuli. To'rtinchisi, zo'r bo'lgan vaqtida, ya'ni boshqa davolashning hammasi unum bermagan vaqtida qon almashtirish. Bo'libmi, ona bolaninki qini mos kelmaslikdan bolada ig'ir qon hujayralari buzilish yoki qon o'lish ahvoli bo'lgan vaqtida bu qon almashtirish orqali qondagi bilirubin moddasining miqdorini tuvaltishga to'g'ri keladi. Cho'nglardagi ko'z va teri seriqligining sabablari. Birinchisi, badandagi qonash va qizil qon hujayrasining o'lishi yoki parchalanishi. Ikkinchisi, jigar yallig'i virusi keltirib chiqargan har xil jigar yallig'i, ya'ni A tipliq, B tipliq, C tipliq, D tipliq, E tipliq degandagidek har xil jigar yallig'i. Uchinchisi, aroq ichish, bo'libmi uzun muddat yoki ko'p miqdorda aroq ichish. To'rtinchisi, o't raki, o't tosh paydo bo'lish, o't yallig'i yoki o't naydisining to'silib qilishi qatorliq har xil o't kasalliklari. Beshinchisi, oshqozon osti bezi raki, oshqozon osti bezi yallig'i qatorliq har xil oshqozon osti bezi kasalliklari. Oltinchisi, ba'zi dorilarning aks ta'sirlari. Yettinchisi, oz uchraydigan ba'zi metabolizmlik kasalliklar. Mana bular cho'nglarda ko'z va teri seriqligini keltirib chiqaradigan ahvollar va kasalliklar. Cho'nglarda mushkil ahvollar bo'lgan vaqtida ularda ko'z va teri seriqligi paydo bo'lishi mumkin. Bundaqda bu cho'nglarda ko'z va teri seriqligi paydo bo'lgan vaqtida uningda qandoq agashma alomatlar, ya'ni teridagi ko'zdagi seriqlikdan boshqa qandoq alomatlar ko'rildi degan vaqtida ba'zi ahvollarda ko'z va teridagi seriqlikdan boshqa alohida kasallik alomatlari bo'lmasligi mumkin. Ammo ba'zi ahvollarda tuvandagidek agashma kasallik alomatlari teridagi seriqlik bilan teng mavjud bo'lishi mumkin. Birinchisi, qizitmasi eshib ketish va titrak besish. Ikkinchisi, qo'saq og'rish, rohatsiz his qilish. Uchinchisi, zukamga o'xshash kasallik alomatlari. To'rtinchisi, teri rangining o'zgarishi. Beshinchisi, qiniq ranglik suduk va yoki sus ranglik yoki oq ranglik cho'ng tarat. Mana bular cho'nglarda ko'z va teri seriqligi paydo bo'lgan vaqtida birga keladigan agashma kasallik alomatlari. Undaqda bu cho'nglardagi ko'z va teri seriqligini qandoq bir taraf qilish kerak degan vaqtida cho'nglardagi ko'z va teri seriqligi yoki seriqlik kasaliga nisbatan alohida davolash ilib berish hojatsiz. Eng muhimi, ko'z va teri seriqligining sababini aniqlab chiqib,
uni keltirib chiqargan kasalliklarga qarta bartaraf qilish yoki davolash ilib berilsa bo'ladi. Ya'ni demakchi bo'lganim bu yerda bu ko'zdagi kichik bo'voqlarga o'xshash teridagi seriqlikni davolash emas, balki shu seriqlikni keltirib chiqargan kasalliklarni davolashga to'g'ri keldi. Ammo teridagi seriqlikni nisbatan alohida bartaraf qilish hojatsiz. Masalan, jigar yallig'i bo'lsa, jigar yallig'ini davolash kerak. Jigar qetivilish, jigar raki, o't yallig'i, o't tosh bo'lsa, ularga qarta davolash ilib berish kerak. Aroqni ko'p ichish sababidan kelib chiqqan teri, ko'z seriqligi bo'lsa, aroq ichmaslikni aroq ichmaslik kerak yoki aroq ichishni to'xtatish kerak. Ya'ni bu yerda demakchi bo'lgani cho'nglardagi ko'z va teri seriqlikni bartaraf qilish bilan buvoqlardagi ko'z va teri seriqlikni bartaraf qilish alohida farqli bo'lib, cho'nglardagi ko'z va teri seriqlikni bartaraf qilishda ko'z va teri seriqlikni bartaraf qilish emas, balki uni keltirib chiqargan kasallikni bartaraf qilishga to'g'ri keladi. Shu ko'z va teri seriqlikni keltirib chiqargan kasalliklar davolab bartaraf qilingandan keyin bu ko'z va teridagi seriqlikmi o'zligidan tugaydigan gap. Shunglashqa bu yerda bu ikki xil ahvoldagi bu ko'z teri seriqlikni davolashda alohida farqli yeri birisi shu ko'z teri seriqligini nur bilan davolash, ya'ni bolalardagi, bo'voqlardagi davolash ahvoli, ammo cho'nglardagi kelgan vaqtida balki uni keltirib chiqargan sababni davolash orqali bu seriqlikdan qutulish. Bugungi bu ko'z va teri seriqliqqa bilan munosabatli qisqa leksiyani misha oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.